Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridamiz. Xudo xolasa, qiziqarli mashinalardan, ya'ni Captiva, Malibu egalari ruxsat bergan mashinalardan syomkalarni ketamiz, ko'rib turganlardek. Like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni kommentariyalarda qoldirib o'tishinglar mumkin. Qani bo'lmasa, boshladik do'stlar. 2000 nechta buni aka? 2008 aka, yil aka. Pul arzonidan so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yil ishlab chiqarilgan Captiva 1 qoraga aylantirib qo'yilgan. Spark puliga beronamiz deyilyapti. Qoraga deyman, 3 ga aylantirib qo'yilgan. O'zi rang qoramidi? Qora aka. Rang qora, 18 li diskalar qo'yilgan ekan, 4 diskalar, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, bitta ko'rib o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Aquaprintlar qilib qo'yilgan, chiroyli qilib Android monitorlari bor. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi. Oldi orqalari ochiladi? Oldi qani ochiladi? Oldi. Orqa obshifka, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. 3-qator mana kimga kerak bo'lsa. Gazi propanmi aka? Propan zapaskani o'rniga joylashgan. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraska petida bor, 3 qilgan evaziga 2 ta krilo kapot almashadi-yu. Krilo kapotlar almashgan, yo'g'ida bor. 3.2 li atmosferniy motor. Motor korobka hadovoylar yaxshi. Motor расходi yo'q aka. Aha. Hadovoylar yaxshi holatda aka. Aha. Korobkasi ishi bor aka, $100 расходi bor aka korobkasi. $100. Yangi korobka bosilgan. Yaxshi ajratmayaptimi? Bir paytni tepgan xolos aka. Aha. $100 ga meni tortib beradi deyishdi. Qancha qildirsa bo'ladi. Xullas korobkasi $100 atrofida ishi bor ekan. Motor rasxodi yo'q asosiy. Hatto hech qanday rasxodi yo'q aka. Yaxshi. Pulini arzonroq aytaylik aka buni. Aka 6200 kami bor, telefon olish bo'lsa kelishtiramiz aka. 6200 kami bor. Variant nasiblar bormi yo naqmi? Aka yetmay qolgan joyiga 1-2 oy aka. Yetmay qolgan joyiga 1-2 oyga kelishsa bo'laveradi. Bo'laveradi aka. Yaxshi. Telefon raqamlar 93 93 941 941 99 99 94 565 565 55 56. 55 56 raqamlariga ham telefon qila olamiz do'stlar. Bozor necha pulga berasiz? Aka 5,5 ming bermadim aka. Bozorga 5,5 ni bermadingiz, pochta kelishlar. Pochta kelishamiz. Yaxshi do'stlar, 5,5 ga berilmayapti, telefon qila olamiz. Malibu bir ishqibozlar uchun 2014-yil ishlab chiqarilgan orqadan do'stlar, ko'ringlarchi holatlarini. Xo'p, o'zini zavodskoy diskasi, balonlar almashtirib oladigan vaqtga kelyapti. 2014 mexanika korobka lyukligidan ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi akalar. Elektropaket zinalarda probegi 286 ming. 286 ming yuribdi aka. 286 ming yurgan. Orqa obshifka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Oldin ochiladimi? Ochib berasiz. Gazlari bo'lsa, gazlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Metan gazlari bor ekan, tayyor. Orqa holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Kraskasi qanaqa aka? Bitta krilosida, yuzak. Bitta kriloda yuzak qismida kraska bor, xolos. Qolgan joylari tozami? Toza. Qolgan joylari toza. 2014 286 ming yurgan. Rasxodi yo'qmi aka? Assalomu alaykum. Rasxodlari umuman yo'q deyilyapti. Puli qancha aka? 9300. 9300 kami bor. Kami bor albatta. Variant nasiya yo'llari bormi yo naqdmi aka? Yo'q, faqat naqdga. Faqat naqd pulga sotilar ekan, kimga yoqsa telefon qilamiz. Beramiz naqd pulga. Pulini arzonroq, naqd pulga arzonroq beramiz, xudo xolasa. Telefon raqamlar 91 91 125 125 07 07 25. 25 raqamlariga telefon qila olamiz deganlar. Generalni ham chiqaradi. Dokumentda muammosi yo'q. Bozor necha pul berdi? 8400 berishdi hozir. 8400 ga hozirgi holatda sotmadingiz, qo'shsa kelishlardan. Xo'p, bo'ladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 3 zavodskoydan akalar. Ko'ringlarchi holatlarni ko'rsatib o'tamiz, yo'q qolsa aloqaga chiqib olasizlar. Oqidan buni kraskasi qanaqa edi aka? Balon holatlar holatda yo'q, benzinda aka. Benzin, gaz pazi yo'q. Gaz yo'q. Kraska? Toza. Kraskasi top toza ekan do'stlar. 3 ob'yomli atmosferniy motor, ABS kondisionerlari ekan. Hamma narsasi bor. Polni shumka, yangi akkumulyator deyilyapti. Probegi necha? 175 ming aka. 175 ming. Halol probegi. 175 ming kilometr yurgan. Salonlari ham chiroyli holatda turibdi. Probeg 175 ming. Kraska toza 13.
Mashina lekin chiroyli holatda turibdi ekan. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. 3-qator zina kimga kerak bo'lsa, shunday bo'lib qo'yar endi, turibsan. Aha, benzinda gaz bazi yo'q. Aka buni olib sarflaydigan joy yo'q-a? Motor, korobka, hadovoy. $100 ham rasxod. Umuman rasxodlari yo'q. Yaxshi. Pulini arzon aytaylik aka, buni kelishtirib. O'zingiz vodiydan bo'lsa oladi, minadi aka, 3 kun garantiya beramiz aka. 3 kungacha garantiyalari ham bor. Garantiya aka. Gap yo'q. Puli Pul aka 10,5 kam bor deyapsiz. Telefon qilsa kelishamiz aka. 10.500 kami bor. Variant nasiya yo'llari bormi yo naqmi? Yetmay qolgan joyga 1-2 oyga aka. Yetmay qolgan joyiga 1-2 oyga variantlari bo'lsa kelishilaradi. Kimga yoqsa aloqaga chiqamiz, telefon raqamlarini aytib qo'yasiz. 94lik Aha. 565 55 56 Aha. 93lik 941 99 99. Ushbu raqamlarga telefon qila olamiz. Deganlar mashinani ko'rdinglar. Necha pul qilyapti bozor sir bo'lmasa? So'rayapti aka 96 97 qilishdi aka. 96 97 ga bermaymiz. Pochta kelishlar, ha? Qo'shib Yaxshi. Akalar do'stlar, Captiva to'rlardan bu bozorda ko'proq bo'lib qolyapti. Captiva ishqibozlar uchun akalar bittadan like va podpiska esdan chiqib qolmasin. 2018 99 ming yurgan kraskalari top tozasidan. Zavodskoy benzin holatda turibdi ekan akalar. Tanirovka ruxsatlari bor-a? Avgustgacha ruxsatlari bor. Yozda chiqarib olasizlar ekan akalar. Salon holatlari ham akkuratniy, chiroyli holatda turibdi. Zavodskoy to'ridan akalar. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham bitta ko'rib o'tishingiz mumkin. Holatlari go'zal. 3-qator zinalar kimga kerak bo'lsa, gaz propanmi aka? Ha, gaz qo'yilmagan dedingiz-a mashina. Gaz qo'yilmagan ekan, benzinda yurgan ekan mashina. Oldinlarni bitta ko'rsatib o'taylik, undan keyin bizga qizig'i narxi qoladi. Oldin ochib berasizmi aka? Yuzga qanchalar sot qilar ekan aka? Sinab ko'rmadingizmi? Qancha? 10 ta? Shahar ichi 10 taga rasot qilib yursa bo'ladimi? Maksimal 12 tagacha chiqadi. Maksimal 12 tagacha. Endi bu ham akalar realni minishga ham bog'liq. Agar ganat qilib minadigan bo'lsanglar, aha, rasotga toradi agar ganatdan. Aha, xo'p, benzinda yurgan akalar. 18 toza 99 ming yurgan. Pulini arzon aytaylik aka, bir kelishtirib yo'lda qilib. Oxirgi narxiga 16900 ga bo'lsa beramiz. Undan kami yo'q. 16900 ga magazin bahosi. Ha, undan kami yo'q. Yaxshi. Telefon raqamlar 94lik 94 713 713 12 13. 12 13 ga telefon qila olamiz akalar. Mashinani holatini ko'rdinglar. Bozor necha pul beryapsiz aka, sir bo'lmasa? Yarim qilishdi. 16,5 mi? 16,5 ga berilmayapti akalar. Endi mashinani akalar Captivani bilasizlar, o'ta narx tushib ketmaydi. Xitoylarga o'xshab, lekin mashina ham o'zi shunga yarasha ekan. Bitta aloqaga chiqib olasizlar. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 4 zavodskoy holatida akalar. Ko'ringlarchi. 4 so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, Belly Jemchug, muzrang ham deb qo'yiladi. Balonlari yaxshi holatda, diskalari o'ziniki. Xo'p, holatlarni aytadigan bo'lsa, 2.4 atmosferniy motor bo'ladi. Propan gazlari bor. Holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Balonlarni ko'rsatib o'tdik. Probeg qancha bo'ldi aka? 180 ming aka. 180 ming kilometr yurgan. 180 ming yurgan. Luk avtomat akalar, polni endi klimat kontrollarigacha bor. Kraskachi? Kraska toza aka. Kraska toza 180 ming dedingiz-a probegini. Motor garobka hadovoylarimiz nima deyapti aka? Rasxodlari olib sarflaydigan joylari yo'q-a? Yo'q aka. Bunaqa joylari yo'q. 3-qator zinalar kimga kerak bo'lsa mana orqalari ham pokiza, chiroyli holatda turibdi. Xo'p, pulini qancha aytamiz endi aka buni? Aka pulini aka 14400 kam bor deyapmiz. 14400 kami bor. Kam bor. Variant nasiya yo'llariga nima deymiz? Haqqa aka, imkon darajada aka. Imkon darajasida faqat naqd pulga sotiladi. Ona yurishtirishdan u yaxshi. Olib sarflaydigan joylari yo'q. Dokumentda muammosi yo'qmi? Dokumentda muammosi yo'q aka. Yaxshi. Dokumentda keyin O'tkiz olish kerakmi? Keyin chiqmaydi. O'tkiz olish kerak. Yaxshi. Telefon nomerlar 93lik 93 417 1003 417 1003. Aha. 93lik 941 99 99 raqamlariga aloqaga chiqa olamiz akalar. 4 so'ragan obunachilarimiz bo'lsa ham mana telefon qila olasizlar.
Akalar do'stlar, Malibu 1D ishqibozlar uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan 107 ming kilometr yurgan akalar. Ko'ringlarchi, 107 ming. Malibu 1D full pozitsiyasi faralarigacha yuvadi. Xo'p, akalar mashina koreyskiy. Zavodskoy diskasi, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Salonlardan akalar Malibu 1D bilasizlar akalar, qandaydir boshqacha mashinada 107 ming yurgan. Klimat kontrol, cruise kontrol, avtomat korobka bo'ladi. Yumshoq obshivkalar. Akalar buni bir sopganda, bir olganda, yana bir narsalar bo'lganda xursand bo'ladi, boshqa bo'ladi deydi-yu akalar. Lekin bu unaqa mashina emas. Bu mashinani akalar bilganlar biladi. Mashina realni chidamliligi ham hamma yo'g'i zo'r. Endi bitta bu mashinani maqtash emas, orqada narsalari bor ekan. Gazi bormidi, yo'qmidi aka buni? Propanda yaxshi, propan pakaleniya qo'yilgan. 2.4 atmosferniy bo'ladi. Oldalarini ochmay qo'yaverdik. Kraskasi qanaqa aka? Kraska krilo 3 betonchasi bor ekan, aytamiz. Ikkinchi joyda aka. Qolgan joylari tozami? Top-toza aka. Qolgan joylari top-toza. Top-toza aka. Narxchi? Narxi aka 12300 bo'lsa beramiz aka. 12300 ga berilish, ha? Beramiz. Nasiyasi qanaqa? Yetmay qolgan joyiga aka. Yetmay qolgan joyga nasiyaga kelishsa bo'lardi. Yaxshi raqamlaringiz? 93lik, 941 99 99, 94lik, 565 55 56. 55 56. Ushbu raqamlarga ham telefon qila olamiz. Kellar, mashina holatini ko'rdinglar. 8,5 ming. 2000 bor, 3000 puli bor. 3000 puli borga variantga chiqarib beraveramiz. Gap yo'q. 3000 puli borlarga akalar nasiyasi bor ekan. 2011 Captiva 2 o'zi bu. 2-3 qilingan aka. 2-3 qilingan. Balonlari yaxshi. Diskalar ham qo'yilgan. 20 mi diska? 20 diskalar qo'yilgan. Qancha yurdi? Salonlari ham o'rtacha holatda endi akalar. Nasiyaga bosaman deganlar bo'lsa ham kelar, mana 3000 puli borga nasiya qilib berilar ekan. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'taylikmi? Orqasi ochilmaydi ekan. Oldi holatini bitta ko'rsatib o'tamiz. Gaz propan metan? Propani bor aka. Propan gazlari bor. Oldini ham bitta ochib qo'ysa bo'ladimi? Ko'rsattirishga so'zlar. Xo'p, probeg 235 ming, 2011 235 ming yurgan. Bu молочный жемчугmi? Jemchug svetda aka bu. Молочный жемчуг O'zi svetda. umrlarda jemchug shunaqa chiqqan, nafasga tortadigan. 3 объемli atmosferniy motor motor. yangi qilingan, javob, akkumulyator yangi. Xullas olib nafaq qiladigan joylari yo'q. 8,5 ming aka. 8,5 kami bor. 3000 puli borga 1 yilgacha kelishamiz. Gap yo'q. 3000 puli borlarga akalar 1 yilgacha Variantga nasiya savdosi. aytib qo'yaylik, hamma 8 ga yo'q, 8,5 ming deb o'ylab ko'rishdiga. Salom alaykum, charchasin. Xo'p, akalar variantga boshqacha kelishiladi. Buni hisobga olib qo'yasizlar. Hozirgi hisob faqatgina naqd pul hisobi olib aytilyapti. 8,5 ming kami bor deyapti. Endi kimga olsa ham alishtiraveraveramiz. aloqaga chiqarasiz. Farqi yo'q. Aka yuribingizda hali mashina sotaman degan bo'lsa aloqaga chiqaversin, qo'llar bo'shab qoldi, pullar bor. Captiva, Malibu, Malibu, Cherry, Peri, bunisi mana shunaqa katta mashinalar aytishaveradi. Liboyni ham olaveramiz aka. Gap yo'q. Telefon raqamlari 93lik 994 23 17 aka. 23 17 raqamlariga telefon qila olamiz. Jigarlar, mashina holatini ko'rdinglar. Captiva'ni akalar probegi kamidan tinarog'idan so'rab yurganlar bo'lsa 61 ming deysiz probegini. Tekshirtirib ko'rsatib olaveradi-a? Tekshirtirib bemalol ko'rsatib olasizlar akalar. Mashina holatlariga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Taniqli ruxsatlari bor-a? Kraskasi tozami? Gap yo'q lekin akalar. Gap yo'q. 100% sumka qilingan. Mashinaga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar akalar. Biz gapirib o'tirishimiz ham shart bo'lsa ekan. Propan gazlar zapaskani o'rnida, ya. Stok qo'yilgan. Jo'lari yumshotilgan. Gap yo'q. Slipoy zonasi bor. Slipoy zona qo'yilgan ekanda. Ular zavodskoy bo'lmaydi, lekin slipoy zonalar qo'yilgan ekan akalar bakoylarga. Mashina holatlari ham o'zi ham tetik turibdi ancha. 2.4 atmosferniy motor bo'ladi, faqat 6 ortada akalar. Captiva'ning ekonomishnisi mana shunisi bo'ladi. Kraskasi toza 61 ming yurgan akalar. Narxini qancha aytamiz buni? 19 dan shu beramiz. 19 ming kami bor. Demak, bu Captiva'ning realniy ishqibozlari uchun ekan-da aka.
O'ta idealda mashina. Ishqibozlari bo'lsa akalar aloqaga chiqa olasizlar. Telefon raqamlaringiz nechi edi? 99 99 326 326 74 99. 74 99 raqamlariga telefon qila olamiz. Jigarlar, mashina holatini ko'rdinglar. Bozor pul bermadimi sir bo'lmasa? Ular 18 ming so'rashdi. 18 ga bermadingiz. 17,5 mashina qurishlar 18 ming minarmasdi. 17,5 18 demaysiz, har dori bor ekan-da. Yaxshi. Telefon qila olamiz akalar mana. Malibu 1da akalar fuliga qiziqgan yaqinlarimiz bo'lsa, avtomat korobka 3-pozitsiyasida, ayni sizlar so'raganlaridan. Ko'ringlarchi 2014 ekan mashina. Holatlarni aytadigan bo'lsak, diskalari o'ziniki, balonlari o'rtacha holatda turibdi. Salon holatlariga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Eng qiziq akalar buni probegi 109 ming. Probegi 109 ming na bu? 124 chiqdi. Yaxshi ko'p qaytarilmabdi. Tekshirilgan ekan akalar 124 ming chiqibdi. Holatlarni aytadigan bo'lsak, elektropaket sidinalarda pamitlarigacha bor. Avtomat korobka, lyuk, xullas akalar mashina juda ham go'zal holatda. Mashina akalar aytilishi bo'yicha 3 ta detal, 4 ta detalda yengil petnosi bor ekan. Xo'p, holatlari yaxshi. Bitta o'zingizlar ko'rgan ustalarga tekshirib olsanglar bo'ladi. Propan gazlari bor. Petnolari bor deydilar akalar mashinada. Probegi ham zo'r ekan, lekin 2 to'rtli atmosferniy motor, ABS konseyner, gidravlika hamma narsasi bor. Gazlar ham 4-pokoleniyada qo'yilgan. Go'zal holatda. Registratorlari ham bor ekan buni? Ha, bor. Yaxshi. Puli-chi puli? Pulini 11,5 ga berib olamiz deb turibmiz. 11,5 kami ham bormi buni? Kelishamiz ya. Chipcha yo'lini qilamiz. 11,5 yo'lini qilsak bo'ladi. Nasiya savdolariga nima deymiz? Nasiya savdo 3-4 oy bo'lsa beraveramiz, 3 oy 4 oyga bo'lsa 8 ming puli borga chiqaveradi. 8 ming puli borlarga yengil nasiya ekanda. Ha. Yengil nasiya bo'lsa kelishiladi. Telefon raqamlar 90 90 573 573 72 70. 72 70 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Bozor nech pul beryapti endi sir bo'lmasa? Hali pul bergan yo'q. Hali savdo bo'lmadi. Xo'p, bo'ladi. Telefon qila olamiz akalar. Aha, xo'p, akalar do'stlar, bu mashinani ishqibozlariga, ya'ni Malibu 1 ishqibozlariga, banfellarigacha akalar kraskalari toza deyilyapti. Balonlar yangi holatda. Diskalari ham hamma yo'g'i polni zavodskoy ekanda. 100% toza, polni zavodskoy, 94 ming yurgan. 3-pozitsiyasi avtomat korobka bo'ladi. Orqa obshifka, orqa holatlarini ham ko'rishinglar mumkin. Akalar Malibu 1da qalbiga tugib qo'yganlar bo'lsa, zapaska mana uni propan gaz zapaska o'rniga tushgan-a. Yaxshi. Rangi chokko ekan buni. Chokko deymizmi, baklajon svet deymizmi, shunaqa svetlaridan. Chizilgan joyi yo'q mashinani. Bemalol ko'rsatib tekshirtirib olaveradi. Mana yaqinroq qiling mana. Nimani ko'rsin? Xaridorlar mana bloklarini kulish tegmagan. Mana kulish tegmagan. Gap yo'q. Buni narxi qanaqa ekan endi bir kelishtirib? 14 mingdan tushib beraman. 14 ming kami bor. 14 ming. Nasiya savdo ham qilib bera olasizmi? Nasiya barter kelishaveramiz. Kelishsak bo'ladi. Yaxshi. Aytsin, to'g'ri kelsa kelishaveramiz. Yaxshi raqamlaringiz? 99 326 74 99. 74 99 raqamlariga telefon qila olamiz. Bozor savdo qilgan bo'lmadimi sir bo'lmasa? Buni 13800 ga ham 1-2 hafta bo'ldi, bermadi. 2 hafta, 3 hafta bo'lgandi. Chiqqanida 13800 gacha so'rashgan. So'rashgan. Aha, 2-3 hafta oldin. Endi hozir bozorlar ancha tashab qoldi, lekin ha. 1-2 tashadi. Shuning 14 ming tushib beraman deyapman. O'zi 15 ming aytdim ashib aytdi. Aha, kelishtirib berilaveradi. Yaxshi do'stlar, telefon qila olamiz, raqamlarni aytib o'tib ketdik. Navbatdagi do'stlar 2013-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 3 ga aylantirilganidan. Oqodan akalar, ko'ringlarchi. Holatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Yumshoq balon, diskalari o'ziniki. Oldolari poni, old orqasi to'r qilingan. Salonlari ham chiroyli holatda turibdi. Probeg qancha edi buni? 195 ming kilometr yurgan.
195 ming yuribdi do'stlar mashina. Holatlari ham chiroyli holatda turibdi. Metan ekan bu gazlari. To'rtta 30 talik qo'yilgan, 7 ham ishlaydi. Aha, 430 talik metan qo'yilgan. 120 ta bo'ladimi shunda? Polni bilan qancha yurib berar ekan endi? Danliga 300 yuradi. Danli 300 yurib beradi. Shahar ichida lekin akalar normalniy kam yuradi bu mashinalar. Sababi buni kuzov og'ir. Har bir svetoforda jildirib уже razgom qilguncha normalniy rasot qilib qo'yadi. Motor korobka hadovoylar ishlari yo'q-a? Ishlari sarflari yo'q. Kraskasini qanaqa dedingiz? Bitta mana shu eshikda, orqa eshikda kraska. Qolgan joy toza. Qolgan joy 100 qancha yurgan edi? 195 ming yurgan. Olib sarflaydigan joylari yo'q deyilyapti. Pulini arzon aytaylik, endi bir kelishtirib yo'lda qilib 10 mingdan shu beraman. 10 ming kami bor. Shu beraman. Nasiya savdolari bormi yo naqdmi? Bor. Nasiya savdo ham kelishsa bo'laveradi. Nasiyaga ham Yarim puli bo'lsa bo'laveradi. taklif bilan chiqaversa, Kelishtirib. endi qancha ko'p bersa o'ziga shuncha yaxshi. Arzon tushadi. Oson qutuladi. Aha. Qancha oz bersa, Varianti ko'payib ketdi. zo'rroq vaqt bo'lishi kerak. Narxi balandroq bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Telefon nomeringiz? 99 Aha. 326 Aha. 74 99. 74 99 raqamlariga telefon qila olamiz akalar. Mashinani ko'rdinglar mana. Bozor pul bermadimi? Buni bugun olib chiqdim. Bugun olib chiqdingiz, hali savdo bo'lmadi. Boshqalarga yo'q. Xo'p bo'ladi. Telefon qila olamiz.